508% qoladi. Shu 508% sizlarga narkotik qo'shilishi kerak bo'ladi aslida. O'shaning uchun narxida adashmaslik uchun mana shu narsa birinchi purkada tepasida turishingiz kerak bo'ladi. Bug'doy sinfi shu klassi, ya'ni va namliklari, skidkalari qanaqa hisoblanadi? Sizlarga o'zim tushunganimcha tushuntirib beraman. Demak, bu purka apparati. Yengilroq tipdagisi taroz bilan qo'yiladi. Eski tipi ko'pchilik o'sha don korxonalarida tarozli bo'ladi, adolat tarozi bilasizlar. O'shanda o'lchanadi. Bu mana elektron tarozda o'lchanadi. Mana bunaqa 3 ta qismdan iborat nimasi bor, toshi bor. Birinchi buni toshini o'lchab olamiz. Uzr. Demak, 2 kilo 100 ekan va buni 0 ga keltirib o'ramiz. Hozir. Demak, 0 bo'ldi va bunga hozir biz nimasini solamiz. Toshini olib turib, bug'doy solamiz buni ichiga. Yo'q, toshini olamizda. Pichog'ini qo'yamiz. Pichog'ini, toshini demak qo'ydik. Mana bu o'sha birinchi qismi bo'ladi, mana bu o'rtadagi qismi. Bu birinchi qismiga demak bug'doy solamiz. To'lguncha solamiz. Qog'otar olmaydi, nima qilmaydi, vol bo'lmaydi. Demak, buni qo'ydik va mana bu yerda ochadigan joyi bor buni. Ochsak, demak, buni ichiga rovna 1 litr bug'doy tushadi. Hozir hamma bug'doy tushsin. Demak, tushdi. Yopib, demak, buni oldik. Demak, pichog'imiz turibdi. Va pichog'i tortamiz pastga. Pastga tushdi va pichog'i yana qaytadan tiqamiz. Nimaga desa, shu mana shu pichog'i pasti 1 litr, tepasi 1 litr emas. Tosh pastga tushib ketdi, ko'rgan bo'lsanglar. Pichog'i oxirigacha tiqib turib, mana buni to'kib yuboramiz. Pichoq turibdi demak. Va hozir demak pichog'i tortib olib, mana 1 litr bug'doy bor ichida. Ko'rishingiz mumkin. Buni demak shunday qo'yamiz. Tarozga qo'yamiz. Naturasi 830 gram chiqdi. Bu nima degani? Demak, klassi shu 3-klass degani. Demak, natura qanaqa o'lchanadi? O'sha 710 dan past bo'lsa 5-klass, 730 dan past bo'lsa 4-klass va 750 dan tepasi, to есть 750 mi? 750 dan. 750 dan past bo'lsa 4-klass, 750 dan tepasi 3-klass bo'ladi. Ya'ni bu o'sha tosh bosqichi deymiz-ku, hali fosfor solingan, solinmagan, o'sha hamma yaxshi qaralgan bo'lsa, demak 830 bu juda ham yaxshi qaralgan bo'ladi. Bu klassi deyiladi. Mana shu bo'yicha bu birinchi nimalar. O'sha naturasi klass bo'yicha. Demak, klass nimaga desanglar, narxida juda ham katta farq bo'ladi. 3-klassimiz 3200 so'm, 4-klassimiz taxminan 2700 so'mlar atrofida bo'ladi va 5-klass bu yilga taxminan 2300. Yana nimalar chiqadi, formulari bor hisob olishga. Shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun narxida adashmaslik uchun mana shu narsa birinchi purkada tepasida turishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi namlikni o'lchash bo'yicha keyingi videoda ko'rasizlar. Demak, endi namlik qanaqa o'lchanadi desa, bu shu quritish shkafi, sushilniy shkaf deydi, sushka deb aytishadi va bu o'sha namlikni o'lchab beradigan apparat. Namlik 14% dan yuqori bo'lsa, u ham skidkaga ketadi, hech qanaqa nakitka bo'lmaydi. Agar 14% dan past bo'lsa, nakitka hisoblashni yana o'rgatib qo'yamiz alohida, u keyingi videoda bo'ladi. Demak, ko'rishingiz mumkin. Demak, uning uchun birinchi bug'doy olinadi. 30 gramcha taxminan bug'doy olinadi mana bunga. O'sha yoyib turib, mana 30 gram bug'doy olinadi. Va bunaqa idishchalari bor. Buni hozir tortib olamiz tarozda. Demak, mana 3-idish, daftarga yozamiz. 14 gram chiqdi. Yozib qo'yinglar daftarga va mana bu shu tegirmonimiz, kichkina oti ham tegirmonchi, kofemolka aslida. Buni solamiz va ishga tushirib yuboramiz. 20 sekund turadi bu endi nafi. Bo'ldi. Demak, 20 sekunddan keyin buni biz idishga solib olamiz. Endi men hozir test ko'rsataman deb nima qilman, laborant endi sekin ishlaydi, akkuratni ishlaydi va boyagi nimamizga 5 gram solamiz o'lchab. O'zi bu yoqqa qo'yib olamiz. Tarozga qo'yib olamiz va mana idishini tagiga qo'yib turib, demak, mana 14 gram va shu nima bilan 5 gram o'lchab solamiz. 14 edi, demak 19 bo'lishi kerak bizda.
Oshib ketib qoldi. Mana 5 gram bo'ldi. Va endi biz buni mana bu shu quritish shkafiga qo'yamiz. Buni birinchi yoqamiz, yonadi bu. Mana bu yerda mana gradusniki bor. Necha gradus chiqdi? 130 gradus yig'ilgandan keyin 130 gradus yig'ilgandan keyin mana bu idishimizni demak buni ichiga qo'yamiz. 130 ga chiqishi taxminan bir endi ancha vaqt ketadi bu eskiroq narsa, bir 10 minutlarda ketadi va buni ichiga qo'yamiz. Demak shu ichiga qo'yamiz. Mana bu bitasini olsak bo'ladi. buksani oching. Qaysini? Demak buni qopqog'ini ochib, qopqoq yopib turmasin, shu nami chiqib ketishi kerak. Shu qopqog'ini yopib, tagiga qistirib qo'yamiz deb buni. Shuni qo'yamiz va o'sha 130 dan keyin shu namligi chiqadi va yana qaytadan tortsak, shu namligi bizga chiqib keladi. Endi kalkulyatorda olib hisoblab olasiz. Shunda yana 14% dan past bo'lsa, nakidga beriladi. Iflosli bo'lmasa, agar 14% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, u ham skidkaga ketadi. Ya'ni o'sha namligi qancha yuqorilagan sari, u ham nimasi klassiga ta'sir qilmaydi, lekin o'sha nimasi skidkasiga ketadi. Iflosligini hozir keyingi videoda ko'rasizlar. Endi ifloslikni olish uchun shunaqa stolda ko'rgansizlar hammanglar. To'rga bo'lib olinadi, to'g'rimi? To'rga bo'lib olib, keyin shu mana elakdan o'tkazamiz. 6li elak va shundan o'tkazamiz. Endi bu 2 to'g'rimi? 1.7 2 sitada. Va mana bu sitada. Bu 0 sitada. Demak, shuni o'tkazamiz va endi bu hozir kombaynda zo'r bo'lgan ish idealni o'rilgan. O'ti ham yo'q. Gervislar ham zo'r ishlagan bug'doy. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu o'zi urug'li bug'doy bu o'zi. Bunda iflosli yo'q, o't yo'q, boshqa narsalar yo'q. Mana ko'rishinglar mumkin. Pishmay qolgan bug'doy bo'lishi mumkin, lekin bitta-ikkita u ham. Lekin mana idealni pishgan, kuyib ketmagan. 50 gram olinadi. 50 gram oldik. Tortib olamiz uni tarozda. gram olinib, 1.7 2 sitada ilanadi. Mana 50 gramini o'sha sitida mana o'zingiz ko'rsatib bering, elab. Doskani qo'yib. Doskalarimiz toza turishi kerak. Buni razelniy doska deydi. Bu endi urug'likni qanchalik tozaligini ko'rishingiz mumkin. Ifloslik yo'q. Faqat organikalari bor mana. Demak, o'sha boshida bu bug'doy, lekin o'sha chaqilmay qolgan. Endi bir xil navlar shunaqa eng uchidagisi chaqilmay qoladi, lekin buni ham ichida dona bor, ko'rishingiz mumkin mana. Dona bor, plyus chaqilmay qolgan. Lekin mana ifloslik yo'q, mayda taxminan o'lchab ko'rsak bo'ladi buni? Bo'ladi. Qanchaligini shuni hozir o'lchab olaylik. Iflosligini yo zernat? Yo, zernat xotini o'lchaymiz. Iflosligi yo'q, to'g'rimi buni hozir? Shupli. Mana singan bug'doylarni ajratib olamiz. Endi bu urug'lik o'lchashda shunaqa bo'ladi. 10% gacha bemalol o'sha nima qilinadi? 10% gacha o'tadi urug'likda. O'sha mana zernat xot nimasi urug'likda skidka bo'lmaydi. Lekin bu agar ichida iflosligi bo'lganda, demak shu ifloslikni olib, boyagi nimamizni tortsak, ham idishchalarda olib tortib, iflosligini o'sha 1% dan oshiq bo'lsa, o'sha hech qanaqa nakidki bo'lmaydi. Agar 1% gacha bo'lsa, o'sha 1% gacha bo'lsa, namlikni ko'riladi. Namlik taxminan bizning bug'doylarda 8-9% chiqadi hammada, lekin standartda 14% va uni hozir hisoblashni sizlarga ko'rsatib beramiz. Demak, mana ajratildi, taxminan bu yerda 10% yo'q, 1-2%, demak, o'sha singan, qingan anaqasi bor. Urug'liknikida. Endi eng qiziq joyi, demak, nakidka masalasi. Keyingi videoda ko'rasizlar. Endi nakidka masalasiga keladigan bo'lsak, 14% gacha bo'lsa nakidga beriladi deyilyapti va o'sha manba iflosligi 1% gacha bo'lishi kerak. 1% dan oshiq bo'lsa nakidga berilmaydi, to'g'rimi? Demak, 14% sizlarda misol uchun namligilar hozir bug'doylar pishganda 8-9% va 9% deb oladigan bo'lsak, demak 100% dan 9% ayiramiz, 91% qoladi, to'g'rimi? Va
100% dan 14% ayiradigan bo'lsak, standartdagi 86% qoladi. 91 ni 86 ga bo'lamiz. 86 ga bo'lamiz. Mana 1058 chiqyapti. Demak, 508% foizga hisoblasanglar, 508% nakitga qo'shilishi kerak bunga. Bug'doylar top-toza bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha 91 ni 86 ga bo'lsa va o'sha 508% qoladi. O'sha 508% sizlarga nakitga qo'shilishi kerak bo'ladi aslida. Skidka masalasiga keladigan bo'lsak, yana qaytadigan bo'lsak, qolib ketdi. Demak, shu 14% dan yuqorisi va ifloslikni 1% dan yuqorisi o'sha qo'shiladi. Misol uchun 15% namlik bo'ladigan bo'lsa va 5% ifloslik bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1% namliki va o'sha 1% dan yuqori 4% ifloslikning 4% ga namlikning 1% qo'shsa 5%, ya'ni skidkaga chiqib ketadi. O'sha narsalarni ham hisobga olib qo'ying. Agar qanaqadir mojaroli holatlar bo'ladigan bo'lsa, shuni shu video orqali, qo'llanma orqali ishlashingiz mumkin. Agar xato gapirgan bo'lsam, izohlarda yozib qo'yishingiz mumkin, laborantlarga ko'rsatinglar. Xatosi bo'lsa yozib qo'ysanglar, to'g'rilab video qilib beramiz.